qani endi bir sutkani ichida 24 soat emas, chinda ko'proq bo'lganda ko'p narsaga ulgurgan bo'lardik, to'g'rimi? Ayniqsa dekretdagi mamichkalarga menimcha onlayn xaridlar juda ham ma'qul keladi. Men kabi, chunki men juda ham vaqtim qizg'anaman ko'chaga chiqib bir nimalar sotib olish uchun. Bahor yozga yarki kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Hozir ham dastavkalarim keldi va ularni albatta bitta chayqab olish uchun konditsioner va bitta poloskanga qo'yib qo'yaman. Ranglarini va sifatini yo'qotmaslik uchun men doim Morning Flora konditsioneridan foydalanaman. Parashok ishlatganda konditsioner ishlatmaslik bu katta xato. Parashokda enzimlari borligi uchun kiyimlaringizni qattiq qilib chiqarishi mumkin va rangli kiyimlar o'zini vidini yo'qotadi. Morning Flora super konsentrat bo'lgani uchun 77 stirkaga yetadi qizlar. Endi uzun marketdan buyurtma qilishni o'rganamiz. Ko'p kishi bilmas ekan, o'tgan safar so'rashdi, qayerdan olsa bo'ladi bu konditsionerni deb. Shuning uchun Coupon Plus deb yozasiz va o'zimdagi saytiga kirasiz. Shunda buyurtma qilishingiz mumkin. Bu oson va oddiy. Eng yoqqan tarafi, masalan, dazmol qilganda konditsioner ishlatgan kiyimlaringiz hammasi yumshoq bo'lib chiqadi va dazmol qilishga juda ham oson bo'lib qoladi. G'ijimlari tez yoyiladi va 72 soatgacha kiyimlaringizdan xushbo'y hidi kelib turadi.